No'xat qongizi Bruchus psorumli bu tur dunyoning janubiy mamlakatlarida Eron, Hindiston, Xitoy, Azor orollari, Afrikaning shimoliy va janubiy qismida, Amerikaning hamma davlatlarida, Yevropaning janubidan to Venagacha va Rossiya, Ukraina, Belorussiya hamda Markaziy Osiyo respublikalarida keng tarqalgan. Qattiq qanotlilar yoki qongizlar, Chaleoptera, turkumiga, donxorlar, Bruchidae oilasiga mansub no'xat qongizi monofak hisoblanadi. U faqat no'xatni zararlaydi. Chanogi qalin tuklar bilan qoplangan no'xat tuksiz no'xatga qaraganda kam zararlanadi. Mahalliy no'xat mutlaqo zararlanmaydi. Bu zararkunanda dunyoning hamma mamlakatlariga tarqalgan. O'zbekistonda ilgari yo'q edi, faqat keyingi vaqtlarda no'xat ekish kengaygani va urug'lik no'xatni Ukrainadan va Shimoliy Kavkazdan keltirilishi natijasida paydo bo'ldi. Qongiz jinsiy voyaga yetguncha no'xat guli changi bilan oziqlanib, gulga birmuncha zarar etkazadi. No'xatga esa asosan lichinkasi zarar etkazadi. Lichinkalar birinchi yoshdan boshlab to oxirgi yoshiga qadar no'xat doni ichida bo'ladi va no'xat postiga tegmay, ichidagi magzini eydi. Bunday no'xat ichi zararkunandadan tashqari, uning tezagi bilan ham to'ladi. Tezagida esa zararli urina kislota tuzlari va lichinka tashlagan post bo'ladi. Buning natijasida no'xat iste'mol qilish uchun yaroqsiz bo'lib qoladi. No'xat qongizi no'xatning urug'lik sifatini pasaytiradi. No'xat ogirligi 12-35% gacha kamayib ketadi va ekish uchun yaroqsiz bo'lib qoladi. No'xat qongizi ko'p uchraydigan tumanlarda, Tojikistonda ekinning 60-70% zararlanadi. Qongizi tort, 5 mm, cho'zinchoq, keng oval shaklli, tanasi qora rangda, kul rang tusli kalta va qattiq tukchalar bilan qoplangan. Oldingi ko'krak va ustki qanotlarining usti ham shunday tukchalar bilan qoplangan. Shuning uchun qongiz go'yo kul rang tusli bo'lib ko'rinadi. Ustki qanotlari tanadan kalta, pegidiyani qoplab turmaydi. Bu qanotlarda ikkita qiyshiq oq yo'li bor. Qorin qismining oxirida butsimon shaklda oq dogi bo'ladi. Bu belgisiga qarab no'xat qongizini donxor boshqa zararkunandalardan ajratish mumkin. No'xat qongizining oldingi ko'kragi keng, boshi kichkina, ostki tomonga qarab bir oz egilgan, boshidagi xartumchasi kalta bo'ladi. Moylovlari 11 bo'gimli, qora, tagi toqchigar rang, oldingi oyoqlarning boldiri ham shunday rangda. Tuxumi uzunchoq oval shaklli, qovoq rang tusda bo'ladi. No'xatning ko'k shaklli, qovoq rang tusda, ko'k chanogidagi tuxumlarini uzoqdan ham ko'rish mumkin. Birinchi yoshdagi lichinkasi 1 mm, qovoq rang, 3 juft oyoqli, no'xat ichiga kirish uchun joy qidirishda oyoqlari bilan bemalol harakat qilib yuradi. Keyingi yoshdagi lichinkalari 6000 gacha, xira oqish rangli, oyoqsiz, oroqsimon shaklda, sargish boshli bo'ladi. Gumbagi 5 mm, xira oqish rangli, erkin bo'ladi. Lichinka no'xat ichida gumbakka aylanadi. Hayot kechirishi. Bu zararkunandaning qongizi omborda saqlanayotgan no'xat doni ichida qishlaydi. Agar ombor isitilgan bo'lsa, u vaqtda qongizlar no'xat ichidan bahorga qadar chiqadi. Ularni berk joylardan, ko'pincha derazalardan topish mumkin, chunki no'xat qongizida quyosh yorug'ligiga intilish xususiyati, salbiy fototaksis bor. Qishlab qolgan qongizni ba'zan dalada, to'kilib qolgan no'xat ichida, ba'zan no'xat yanchilib xirmon qilingan joylarda, shuningdek, daraxtdan qochib tushgan daraxt postlogi, hashaklar ostidagi no'xat ichida ham topish mumkin. Bahorda ombordagi no'xat garamining o'rtacha bir kecha kunduzgi harorati 10-12 gradus bo'lganda qongizlar qishki uyqudan uyg'onadi va no'xatdan chiqa boshlaydi. No'xat garamining ichki tomoni birdaniga emas, balki asta-sekin qizib borganligi uchun no'xat qongizining qishki uyqudan chiqishi cho'zilib ketadi. Dalada qongizlar o'zi gumbakdan chiqqan joydan uzoqqa uchib ketmaydi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, no'xat qongizi 3 kilometrdan uzoqqa uchib bora olmaydi. Bu vaqtda qongizlar asosan dukkakli o'simliklar, ba'zan boshqa o'simliklar gulining changdonlari bilan oziqlanadi. Mabodo oziq bo'lmay qolsa qongizlar uzoq vaqt, 1 oy va undan ham ko'proq ochlikka chidaydilar. Ekin gullash vaqtida qongizlar qo'shiladi, so'ngra urg'ochi qongiz faqat no'xat chanogiga tuxum qo'yadi. Bitta qongiz bitta no'xat chanogiga 20-35 donagacha tuxum qo'yishi mumkin, ammo bitta no'xat donida faqat bitta lichinka saqlanib qoladi, qolganlari esa halok bo'ladi.
Bitta urg'ochi hammasi bo'lib o'z hayotida 222, ba'zan 730 donagacha tuxum qo'yishi mumkin. Tuxum qo'yish davri 1-1,5 haftaga cho'ziladi. Tuxumdan lichinkalar 6-7 kunda chiqadi va no'xat chanogi postini teshib o'tib, endigina etilayotgan no'xat ichiga kiradi. Tasodifan hollarda lichinkalar bitta no'xatda uchraydi. No'xatning bu joyida kichkina qoramtir dog doimiy qoladi. Birinchi yoshdagi lichinka toq sariq tusda va keyinchalik ular fil suyagi tusiga o'tadi. Lichinkalarning rivojlanishi tashqi sharoitga qarab 1-1,5 oy davom etadi va shu vaqt ichida 4 marta tulaydi. Shuningdek, o'z hayoti davomida bitta no'xatni yeydi. Lichinka gumbakka aylanish oldida kelgusidagi qongizning no'xat ichidan chiqib ketishini ta'minlaydi. Buning uchun lichinka no'xat ichini to ustki qobiga qarab silindr shaklida kemirib boradi. Tevarak atrofida nuqtasimon chuqurchalar hosil qiladi. Ana shundan keyingina lichinka dastlab pronimfa bosqichini o'taydi va gumbakka aylanadi. 1,5-3 haftadan keyin qongiz chiqadi. Gumbakdan chiqqan qongiz ichida kelgusi yil bahoriga qadar qoladi. Ichida gumbak yoki qongizi bor no'xatda kattaligi 3-4 ming keladigan, oddiy ko'zga yaxshi ko'rinadigan yumaloq qora dogcha bo'ladi. No'xat qongizi sovuqqa chidamli hasharot. Bu zararkunanda Rossiyaning markaziy va Leningrad viloyatiga qadar bo'lgan hududlarda yaxshi rivojlanadi. No'xat qongizi Ukrainaning janubida va Krasnodar o'lkasida ayniqsa ko'p tarqalgan. Karantin tadbirlar va kurash choralari. No'xat qongiziga qarshi kurashishda ombor zararkunandalariga qarshi kurashda qo'llaniladigan odatdagi choralardan tashqari dala sharoitida no'xat o'simligini himoya qilish usullari ham qo'llaniladi. Buning uchun no'xat pishganda hosilni o'z vaqtida yig'ishtirib olish, no'xat to'kilishining oldini olish, no'xat yanchiladigan joyni yaxshilab tozalash, yanchib olingandan qolgan hashagini qongiz uchib chiqadigan vaqtga qadar hayvonlarga berib tugatish. No'xat ekinini gullash oldidan 2 marta va 7-10 kundan so'ng yana 1 marta insektitsidlar bilan dorlash.